Rahmat sizga ham omad Oybek. Ketdim. Yaxshi boring. Jinnixona, ha to'g'ri. Jinnilarga jinni bo'lasiz. Yaxshilarga yaxshi bo'lasiz. Bu yerga kirib, kompyuterda ishim ham ashunday turibdi. Bo'ldi, xudo xohlasa. Quruch ketmay patariga urib tushketilar. Haqiqatdan 5 qo'l barobar emas deydi-yu. Insof bersin. Lekin sukunsa achchig'is kelib ketar ekan. E'tibor qilmayman dedim. Xunuk gaplariga. Yoshimni toping. Hozir mana griftasi topuvdi, to'g'ri topishdi. Nechiga o'xshayman? Buni hamma yomon deydi, lekin dunyoda teng yarim odam shu yerda ekan. Instagram ham qolib ketibdi bu bego'ylarni oldida. Yomonlab kirishaverar ekan. Joy kichkina aytib necha ko'taringlar, necha? 28 ga necha 3 qo'shib qo'ysanglar topasizlar. Rahmat, bilaman. To'rtta bolasi bor deb kim aytadi? To'g'rimi? 94 mi? Otuz bir, tamam. Rahmat. Yasharib yurar. Ko'tarishni bilasizmi? Ikkita strelkani ashu narsani atay hozir bilaman. Nima ko'tarmayapman. Ishxonadaman. Qo'qqis birontasi kelsa ovozinglarni eshitadim. Madina bolalar bilan gaplashib deb o'ylaydi. Ashuncha ko'tarmay turavering. Maktabdamanda. Katta o'g'limmi? Rahmat podarka uchun. Ovora bo'lmang. Katta o'g'lim xudo xolasa bu yil 13 ga kiradi. Iyulda. Siz davlat aldınız. Nima? Tamam. Haberlerimiz var. Meni kızım gitmiyor, meni kızım git. Doğru.
İştemiz. Her Rostana. Musibette az moda değil söyleyeceğim. Az moda değil. Bollar doyum getip oldu. Nasıl maktab? Nasıl moda bu diye? Maktabim aytmay qo'yray. Nasıl moda bu musibet? Şu anda sen bir biraz. Yaqinda sizga yoshingizga ham kelib qoladi, xudo xohlasa. Kız ne oğlum? Az qoldi. Futbolka olsan sınıflar. Ha, bilemem. Volkasını. Başı moda bu. Moda bu. Mononya yine ilk sene babamın geldi bana. Babam şu götürüyor mu? Bu yan o bundan kim yedi ya? Şimdi onda da bu. Bu ayağını kimiyim ben de. Ha? Buna kimiyim ben de. Fakat şimdi yemedim. Bu telefonlaşan. Ama ya çeşke yaşım oturuyoruz. Şimdi ben bir bunu tutayım. Bakın. Kaptaran yerine. Nasıl tutuyor? Şimdi ben ilk hareketini tutayım. O bir takım hoşu da hamurunu gelememeliyim. Hani küçüğü. Oraya konulmuş. Yapın ne? Bu tende. Men ham shappada bitta somsani oldidan yeb o'tib ketaverdim. Mana senga deb qonim ochib ketdim. Ertaman choy ichmadim men. Kecha zo'r ish bo'ldi. Nima bo'ldi? Kech paytmi? Men ichib ketgandan keyinmi? Yok içeyim. Bu koydursuyum bana Uxlab qo'yibman-da. Rasululloh o'tiruvdim. Analar ichib keladigan chiqayli diyordu. Chiqib kirgunimcha o'zi kirayman. Burada çok oluyor. Koyuyor, tayarı çok var. Ben o simit takibine ben aşımla bir kurup ya. Ondan beri yok. Nomer ishlatmayman. Katta vaqtiga o'yinga anaqa ekan. Mana o'g'lim deydi, yelkasi bu tetlik Bo'ldi ayting. Nunca ni te surgen kirana. bu to'rtta yo'q qo'ymaydi. Mana asabdagi to'rtgalar tutuyorlar yo'q. Voy, shirinligini. Voy, qizi borlarga-da. Bu nima holiga bo'ldi qiziga tushib. Bu tepeye çıkıp için bakayım bir Ha? Nima manki pasi yerdi. Aşağı ne asarsan kana şey var. Bu da havalar. Ora o Qaytarib bersin. Nimaga? Chidamayapman demaysiz-da kiram. Nimaga qaytaryapti? Chidamayapman demak. Noyra qizga padarka o'ziga qaytardi meni ashuni. Ha, yo'q. Ashta ehson qiluvchilar ko'paysa, ming barobar bo'lib qaytadi. Menga ham ko'pchilik ehson qiladi. Eri yo'q, to'rtta bola bilan qolgan deb ehson qiladi. Keyin telefon qiladi. Madina, sizga bunaqa qiluvdi, mana bo'lib qaytdi deydi. Mazlumni duosi ijobatdir deydi. U ham Allohdan-da.
Rizq beruvchi Alloh. Nimani qo'shmabman? Meni hapuminglar, mana zo'r bilmayapman-da. Endi berisi qayer, dada. Alloh oldiga ketgan yerim. Mazlumga o'xshamaysiz, mazlumga endi haligi o'zimni xarob tutsam ham bo'lmaydi-da, u oldindan mana shunaqa chiroyli bo'lib endi men ro'mol o'rab ana qilyapti. Oldindan endi chiroyli yurganimizga yana o'zimizga keldi-da. Endi mazlum ekanman deb bilan yotib olsam ham bo'lmaydi-da, chunki to'rtta bolaga harakat qilishim kerak. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Men maktabda ishlayman. Lekin uni ehson qiluvchilarni, Alloh taniydiganlarni, yetimning haqqini bilganlar hech qachon qilmaydi. Ularga xiyonat qilmaydi. To'g'ri boqish kerak, to'g'ri. Halolda ish ko'p deydi. Yo'q. Ashpadarga urib qo'ygan. Ashimga ashim bilan men yechib olaman. O'zi rosa ijolat olaman. Buni ham dilimdan o'rgandim. Opa kiring, sizga qanday bo'ladi, opa bolalar degan. Bo'pti deb kirdim, hali lekin tushunmayman. Tushib kirganimga bir haftacha bo'lmadi. Kolejdagi bujeteriyami? Manami? Allohdan so'ragan ekan. O'qishgacha Allohdan so'ragan ekan. Mashalloh karim. U ham nogironda, baribir nogironlarning ham duosi ijobat. Qarshi. Yo'q, Andijondanman. O'zda buni yaqinda ro'zada ham juda ko'pchilik odam yetim, mazlum istab kelar ekanda, keldi. Bizga ham ko'pchilik kelgan, telefon qilishdi, kontraktini to'lab berishdi, yordam qildi ancha, Allohga shukr. Keyin ishlari yaxshi bo'lib ketganlar telefon qildi. Endi hammasi emas, bir ikkitasi. Qilib rahmat, yana ham ishondim, mazlumni duosi, yetimlarning haqqi baribir Alloh 2 barobar berishini deb. Albatta, meni o'zimni onam ham musofirda yuradi. 15 yil, 16 yildan beri